Qo'yvoror gapiram bir og'iz gapirib qo'yamiz-da. Mana endi ulpanlar biz har xil yoshda, har xil joydan. Faqatgina hali qo'pol qilib aytganda jini suyib qolibdi deydi. To'g'rimi Tolibjon aka, Hofiz aka, nima, Hoji aka? To'g'ri. Shunaqa bir-birimizni xarakterimizni suyib qolgan, bir-birimizni suyib qolgan insonlarmiz. Birimiz katta, birimiz kichik bo'lgan bilan, lekin mana bu davrada hammamiz teng. Ha, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, endi bitta ikkita hofiz bor biz. Shu mana qilib bir jup narsa aytib beramiz. Endi buni chidab eshitganiga ham rahmat deb qo'yamiz. Aka shuning uchun bir jup Endi mumtoz ashulalarni aytyapmiz. Endi o'sha mumtoz ashulalardan shu chamamda Orifxon Xatamov, O'zbekiston xalq artisti hofizi, shu Orifxon Xatamov musiqasi bo'lsa kerak. Hamza Hakimzoda Niyoziy she'ri bilan hanuz degan bir ashula bor. Bir paytlar o'rganganmiz, mazza qilib aytganmiz, yaxshi ko'rganmiz. Mana Hasanboy ikkovimiz ham billa aytib yurganmiz. Endi yana ikkovimiz bir eslashib, shu qo'shiqni sizlarga bir aytib beramiz. Cemal
san